Psixoterapiyagacha bu bilan faxrlanganman, lekin aslida bu haqiqiy cringe edi. Vrach psixoterapevt versiyasi. Yaqinroq, qulayroq o'tirib oling, chunki hozir siz o'zingizni tanib olishingiz mumkin. Birinchisi, hammaga yoqaman. Heyterlar yo'q. Juda ham moslashuvchanman. Til topishib keta olmayman. Lekin bitta oddiy haqiqat bor bu yerda. Agar sizni hamma sevsa, demak siz o'zingizni sevmaysiz. Siz hammaga moslashib olasiz va yaxshi bo'lish uchun o'ta kuchli harakat ko'ryapsiz. Lekin aslida insonning kuchi o'zini plus minuslari bilan qabul qilib, kuchli kuchsiz taraflarini yaxshi bilib, qanaqa bo'lsa shunaqaligicha qabul qilishdi. Chunki faqat shunaqa insonlar o'zini maqsadlariga erisha oladi. Ikkinchisi, qanchalar kuchli odamman, o'zimni kuchsizligimni ko'rsatish shunaqa dahshat, sabrdagi sariq oltin deyishadi, chidashim kerak, ichimga yutishim kerak deb o'ylaganman. Lekin aslida buni natijasi surunkali stress, apatiya, depressiya, surunkali trevoga, vahima xurujlari ekanligini tushunmaganman. Eng sevimlisi, uchinchisi, har doim hamma narsaga chidayman, tushunaman, sabr qilaman, jahl qilmayman. Odam o'ziga jahl his qilishga ruxsat bermagani bilan ichida har doim bostirilgan agressiya va surunkali xavotir bo'ladi. Chunki vaziyatlarda odam o'zini tanlashi uchun, o'zini qadrlashi uchun va shaxsiy chegaralarini himoya qilish uchun unga jahl tuyg'usi kerak. Bular haqida yana bir nechta punktlar bor. Opisaniyada to'liq o'qishingiz mumkin. A tak terapiyaga kelinglar.